hammalar xush kelibsizlar. Mana bugun mikrofon sizga eshitiladi. Eshityapti. Universitetimizda yana bir tantanali kun, yana bir esda qoladigan talabalarimiz xudo xolasa umrbod eslab yuradigan ajoyib bir uchrashuv, ijodiy uchrashuv. Bugun universitetimizga O'zbekiston xalq shoiri Vladimir Mayakovskiy nomidagi mukofot, xalqaro mukofot sovrindori buyuk shoirimiz Usmon Azimov tashrif buyurganlar. Usmon akani mana hammamiz taniymiz, she'rlarini o'qiganmiz. Usmon Azimning she'riyatiga biz mana 50 yildan beri shaydormiz, bizning avlodimiz. Shu Usmon Azimovlar avlodining she'riyati bilan undan oldingi Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar avlodining she'riyati bilan bizning ko'zimiz ochilgan. O'zbekistonda o'sha davrda o'ziga xos bir yangi milliy uyg'onish davri paydo bo'lgan. O'sha davrda mana eng mashhur shoirlarimiz, O'zbekiston qahramoni bo'lgan shoirlarimiz Abdulla Oripovning O'zbekiston qasidasi, Erkin Vohidovning O'zbegim she'ri va ularning yonida qator turkum go'zal she'rlar chiqqan. Ijtimoiy siyosiy mohiyatga ega bo'lgan, erkni, ezgulikni, ozodlikni kuylaydigan, milliy uyg'onish g'oyalarini tarannum etuvchi she'riyati maydonga kelgan. Va bu ikkita buyuk shoirlar topda yana qancha shoirlar o'sha paytda chiqib kelgan 60-yillarning oxiri va 70-yillarning boshlarida. Ulardan keyin yana ham bir yangi shiddatli bir she'riyat to'lqini paydo bo'ldi O'zbekistonda. Bu to'lqinni eng oldi saflarida ana shu ulug' shoirimiz Usmon Azimov, Xurshid Davron, Shavkat Rahmon, Usmon Qo'chqor degan shoirlar, Sharifa Salimova, Halima Xudoyberdiyeva va o'nlab, hattoki 20lab deyishim mumkin, juda baquvvat, mavzu to'q she'rlar bilan xalqning dardini kuylaydigan, milliy g'oyalarni kuylaydigan, erkni kuylaydigan va tabiatga muhabbatni kuylaydigan, insoniy muhabbatni kuylaydigan, mehr oqibatni kuylaydigan juda zo'r bir shoirlar maydonga keldi. Bu shoirlar bir-biriga juda ham ruhiy jihatdan, aqliy jihatdan, g'oyaviy jihatdan yaqin edi. Ular bir-biri bilan juda inoq, ahil do'st edi. Mana Usmon Azimovlar bilan o'sha paytlarda ham uchrashuvlar juda ko'p bo'lgan. Hali ular endigina universitet bitirayotgan, universitetdan endi bitirgan paytlarda yo'q uchrashuvlar ko'p bo'lgan. Usmon akani o'zlarining og'izlaridan eshitganman. Men Shavkat Rahmonni yaxshi ko'raman degan gaplarni. Shavkat Rahmon bulan saflarda Alloh rahmat qilsin, nihoyatda tiniq, bejirim bir ajoyib shoir edi. Xurshid Davron juda go'zal shoir, mana hozir ham hayot bilasiz. Va boshqa shoirlar ham shunday bir o'ktam ovozga ega edi. Ularning orasida ayniqsa Usmon akani she'rlari o'zini jozibasi bilan, o'ziga xos hayqirig'i bilan, o'ziga xos dardchilligi bilan, o'ziga xos nihoyatda bir erkin fikr bilan yaqqol ajralib, jaranglab turardi. Usmon aka boshqa shoirlardan farqi shunda ediki, o'sha bekorga Mayakovskiy mukofoti laureati bo'lmagan. Bu kishi o'sha o'zini minbardagi turgan o'rni bilan, minbardagi jarangdor tovushi bilan, minbarni mushlaydigan baquvvat haligi she'riy mushti bilan ham, jismoniy mushti bilan ham o'sha Mayakovskiyga o'xshardi. Biz maktabda o'qiganimizda o'sha 60-70-yillarda Mayakovskiyni juda ko'p she'rlarini o'qiganmiz, yodlaganmiz. Endi bugungi kunda sovet shoiri sifatida ularni umuman o'rganishmayapti, lekin ularni o'sha sovet mafkurasidan tashqari ham juda zo'r she'rlar bor-da. Masalan, qog'ozbozlik, byurokratizm hamma zamonlarda hukmron bo'lgan. Mayakovskiy aytadiki, bo'riday g'ajirdim byurokratizmni. Ya volkim bu byurokratizm ruschasi. Shu yodlaganmi shularni? Bo'riday g'ajirdim byurokratizmni. Qog'ozbozlikni yo'q ko'rgani ko'zim, qolib ketmaydimi har qanday qog'oz degan satrlar bilan boshlanuvchi zo'r she'ri bor edi. Sovet pasporti haqidagi she'ri bor edi, juda katta uni yodlaganmiz.
mana shunday Mayakovskiycha dadillik, Mayakovskiycha haligi hayqiriq, Mayakovskiycha minbar, shoir minbar she'riyati Usmon aka Usmon Azimovga xos edi. Usmon Azimovning she'rlari juda boya aytganday insoniy mehr muhabbatni, tabiatga muhabbatni, tabiatni uchun kurash, tabiatni asrash g'oyalari bilan sug'orilgan, vatan tuyg'usini uyg'otadigan, millat tuyg'usini, milliylikni, millatni sevishni targ'ib etadigan, nihoyatda his hayajonga, kechinmalarga boy bir she'riyat. Usmon akani juda ko'p she'rlari qo'shiq bo'lib ketgan, ashula bo'lib ketgan, mana Kumush Razzoqova tomonidan juda go'zal she'rlari ijro etgan. Usmon Azimovda o'sha Erkin Vohidovdagiday, Abdulla Orifdagiday yoki bularning saflaridagi boshqa shoirlardagiday falsafiylik ham juda kuchli. Masalan, bitta she'rda aytadiki Usmon aka, sir ko'p olam qarda, mo'jizaga kon olam, mo'jizalar ichida mo'jizadirman men ham. Deydi she'rning davomini o'qisangiz, unda quyuq bir falsafa borligini, milliy falsafa borligini, insoniy falsafa borligini anglab ketishingiz mumkin. Usmon Azimov endi biz mana jahon miqyosiga bizning she'riyatimiz, adabiyotimiz mustaqillik davrida tarjimalar orqali chiqa boshladi. Lekin bizning adabiyotimizda o'sha jahon adabiyotida hayqirib aytilgan nihoyatda zo'r g'oyalar aytilgan, kuylangan. Mana Usmon Azimning bitta she'ri bor yo'q bir 10-12 satrdan iborat. Eng so'nggi ohu haqida ballada. Eng so'nggi ohu haqida ballada. Nima uchun eng so'nggi ohu? Ohu nima bu yerda? Ohu bu tabiatning timsoli, tabiatning ramzi. O'sha davrlarda ham juda katta olamshumul muammo edi. Bugun ham olamshumul muammo, ekologiya, tabiatni asrash, tabiatga nisbatan inson tobora shafqatsizlashib borayotganligi masalasi. O'sha she'rda Usmon akani temirga sig'ingan buyuk odamzod degan bir iborasi bor. Ha, Usmon aka, temirga sig'ingan buyuk odamzod. Bugun ham o'sha odamzod temirga suyangan bir holatda. O'sha eng so'nggi ohu shunday boshlandi. Demak, ohu o'zini bolachasi bilan insoniyatni zulmidan, insoniyatning zug'umidan qochib, insoniyatdan qutulish maqsadida toqqa qarab chiqib ketdi. Tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqdi. Shundan ohu bolasiga aytadi. Bolajon deydi, mana eng so'nggi nuqtaga yetdik, eng baland cho'qqiga chiqdik. Endi bundan u yog'iga umuman yashash imkoniyati qolmadi deydi-da, o'sha bolasi bilan birgalikda cho'qqidan sakraydi. Yo'qlikka qarab sakraydi. Ya'ni odamzodning zulmidan, razillikdan qutulish maqsadida. Shunda davomida Usmon aka yozadilar. Ohu uchib borar chiroy sarvari. Qarang, ohuni qanday tasvir? Chiroy sarvari. Chiroy bu tabiat, dunyo, go'zallik. Go'zallikning eng go'zal bir namunasi bu ohu o'sha she'rda. Chiroyni sarvari, chiroyni eng go'zal bir namunasi uchib ketyapti. Insoniyat nimasiz, go'zalliksiz qolyapti. Ana shu juda katta bir ijtimoiy fojia bu. Va o'sha davrlarda mashhur bo'lib ketganida o'zbek tiliga tarjima qilinmagan bir roman bor edi. Bu mustaqillik davrida tarjima qilib Jahon adabiyoti jurnalida e'lon qilindi, keyin kitob ham bo'lib chiqdi. Adashmasam norvegiyalik bir Thomson degan yozuvchini Yovvoyi yo'rg'a degan roman. Norvegiyalik-edi. O'sha Yovvoyi yo'rg'a degan romanni men keyin olib o'qidim. O'sha romanda aynan xuddi shunaqa syujet bor. Bu yerda ot misolida. Ot ham shu insonni taqibidan, taziqidan qochib, toqqa chiqib ketib, yo'qlikka sakraydi. Qarang, Usmon aka o'sha istibdod yillarida bu romanni o'qimasdan, dunyoda mashhur bo'lgan bir romanni o'qimagan bir holatda o'sha jahon miqyosidagi fikrni, g'oyani nihoyatda go'zal, badiiy qilib ifodalab bergan. Ko'ryapsizmi? Bizning adabiyotimiz o'sha azaldan dunyo adabiyoti bilan bo'ylashib kelgan.
Jahon adabiyot bilan bo'ylash degan. Jahon adabiyotida bizdagi ayrim shoirlarga, ayniqsa mana Alisher Navoiylarga yoki mana bu Abdulloh Erkiboyev, Usmon Azimovlarning she'rlaridagi ayrim she'rlarga, g'oyalarga yetmaydigan nuqtalar juda ham ko'p. Jahon endi anglab yetyapti o'zbek she'riyatini. Biz endi jahonga chiqdik. Ozod bo'lganimizdan keyin, erkin bo'lganimizdan keyin. Buni biz hozir osongina aytyapmiz. Og'zimiz bir chekkasidan chiqib ketyapti, lekin erkin bo'lish, ozod bo'lish juda qiyin bo'lgan. Faqat qatag'on yillarda emas. O'sha Erkin Vohidov, Abdullohning she'rlari chiqqanda ham Davlat xavfsizlik qo'mitasiga chaqirib, ularni ta'qib ta'ziqa olishga harakat qilishgan. Bu Usmon Azimovlar avlodi davrida ham nihoyatda ehtiyot bo'lib yozishga majbur bo'lishgan. Obrazlar orqali, ramzlar orqali o'sha milliy istiqlol g'oyasini, milliy uyg'onish g'oyalarini, milliy tuyg'ularni ifodalashga imkoniyat topishgan. Faqat bizda emas, sobiq hammasi shunday bo'lgan. Chingiz Aytmatov ham masalan prozada ham o'sha obrazlik tufayli juda zo'r g'oyalarni aytganki, ularni ochiq oydin aytib bo'lmas edi. Shuning uchun Usmon Azimni va o'shini safida turgan bir avlod bo'lgan shoirlarning she'riyati bugungi kunda ham, bundan keyin ham o'zini ahamiyatini yo'qotmaydi. Va bular kuylab o'tgan o'sha g'oyalar bugunda ham barhayot. Bugun ham o'sha ekologiya masalasi bosh masala bo'lib turibdi. Inson va tabiat munosabatlari. Mana uzoqqa borish kerak yo'q. Men shu yo'lni Daryoqdaman, shu mahallada yashayman. Mahallada trotuar bo'lardi, daraxtlar bo'lardi. Hammasini qator qilib mehmonxona qilib, daraxtlar yo'q, odamlar o'tib qaytishga imkoniyat yo'q. Daryoqda Anhorga yaqin joyda madaniyat va san'at, madaniyat instituti, teatr va rassomchilik instituti bo'lardi. Birinchi prezidentimiz prezident bo'lganlaridan keyin o'sha yerda Sharof Rashidovning dala hovlisi xususiylashtirish kompaniyasi tufayli bu kishiga o'tdi va o'sha yerda saylovxona qurdilar o'zlariga. Teatr va rassomchilik instituti ko'chdi boshqa yoqqa. Ko'chib sarson bo'lib oxiri hozir madaniyat va san'at institutiga aylanib ketgan. Uni ikkita yotoqxonasi qolgan, o'rtadan saylovxona qurilgan va har bir saylov arafasida o'sha yotoqxonalarning snayperlarga egallaridir, merganlar va prezident saylovdan o'tarildi. Prezident oxirgi saylov arafasida minglab lolalar ekildi. Lolalar ekildi. Qarangki, haligi o'zbekda juda ko'p hikmatli maqollar borda, o'lding, o'chding degan maqol ham bor. Shu maqollarning orasida prezident vafot etgandan keyin u lolalarga hech kim qaramay qo'ydi. Odatda obodonlashtirish komiteti bu lolalarni mana bu haligi selofan qora paketlarga solib o'tkazilgan. O'shani hammasini olib, avaylab ko'chirib ketish kerak edi. Shuni tashlab qo'yishdi. Lolalar yil sayin yo'qolib, chunki bu selofan qalin paketchalarni yorib chiqolmaydi. Shuning uchun lolalar barbod bo'ldi. Bugungi kunda borsa, ayrim aktyorlar o'qigan joylarni ziyorat qilishga boradi. O'sha yotoqxonalar shunday turibdi. Derazalari, oynalarini sindirib tashlashgan odamlar, hech kim qarovsiz yotdi. Qanday qilib bunday bedodlikka chidab yuribmiz, hayronman. Shuning uchun Usmon Azimovlarning she'riyati, ularning g'oyalari, fikrlari, undagi tuyg'ular, milliy ruhiyat hamisha barhayot, menimcha abadiy barhayot bo'ladi. Uzun ozgina ko'proq gapirib olgan bo'lsam, endi so'z navbatini O'zbekiston xalq shoiri, buyuk zamondoshimiz Usmon Azimovga, Usmon akaga beramiz. Marhamat. Meni do'stim bo'ladi. Do'stlar oshqoz gapiradi. Shuning uchun tushuntirishlar, sifatlar endi bunday kelishib olsak. Savollar bo'lsin. Ha. Yo'q, endi shunday, ya shunday qaysi yaxshi? Shunday gapiraveraymi, ha? Hamma yetib turibdi. Men qaraganda faqat ovozim qolgan. Nima kelishib olsak, savollar bo'lsa, o'rinlardan turib beraveringlar. Umuman savol javob tarzida men oxirida she'rlar o'qib beraman va sizlarga kompyuterda yozgan eng so'nggi she'rlarimni olib keldim.
sizlar birinchi eshituvchi bo'lasizlar. Buni Minbarga chiqsangiz. Birinchi o'quvchi, eshituvchisi bo'lasizlar. Endi savollarni o'rnidan turib beraveringlar. Keyin mana bu savolni bermanglar hech qachon. Faloncha she'ringizni o'qib bering degan. Men juda ko'p she'r yozganman. Uni ko'tarib olib kelsam, mana buncha bo'lib ketadi. Haligi yomon qovunni urug'i ko'p deydi-ku. O'sha yomon qovun biz bo'lamiz. Shuning uchun sizlar bemalol o'sha savoldan boshqa savollaring bo'ladigan bo'lsa, ha? Hatto kimni yaxshi ko'rgansiz degan savollarim bemalol. Sizlar bemalol haligi o'zlaringni erkin tutib, akalaring bilan gaplashayotganda men bilan gaplashaveringlar. Bu fakultet qizlar fakulteti bor. O'g'il bolalar bor ekan. Voy, katta yaxshi. Hozir mana shu qizlar qayerga borsam, qizlar ko'p bo'lsa xursand bo'laman. Nihoyatda xursand bo'laman, sababini aytay. Qizlarimiz bir kasbga ega bo'lsa, bu nihoyatda yaxshi-da. Birinchidan oilani haligi er-xotin qo'shib bo'lishga juda katta yordam beradi. Bitta kishi hozir oilani tortish juda qiyin. Ikkinchidan shu er nima desa ha deb o'tirmaydi-da. Puli bor. Shundagina puli bor chiqib yoqqan narsani olib keladi. Albatta. Bolalariga ham mana buni yo'llarga haligi olganda, kartochkada pul deganda. Kartochkadagi pullaringdan juda ehtiyot bo'linglar. Yaqinda uyga pul o'qiladi. Bankdagi pulni olib ketibdi. Juda yaxshi chiqibdi dedim. Odam pulni nima qilaman deb o'ylab yurmaydi. Endi xullas kalam baribir men she'r o'qib bermasam bo'lmas ekan oldin. Shunaqa bo'ladi. Keyin savollar tug'iladi. Bu she'rlar bir yubileyimgacha yubileyim bo'lgan paytda yozaydim. Avgustda bo'lganda oldingi yozgan she'rlarim ham e'lon qilindi bu joyda. Qiziqqanlar bo'lsa qaragandir. Lekin men hamma she'rlar hammaga yetib borishiga ishonmayman. Gazetani tirajlari juda oz, kichkina. Kichkina bo'lgandan keyin u qayerdadir qolib ketadi. Hozir sizlar tasavvur qilishlaring uchun aytaman, ilgari gazetalarda, jurnallarda tirajini. Mana shu Omonmatjonni bir gapi hozir esimda. Jurnal bo'lmasa 30 tunma turardi. 1 milliondan ortiqmi qanaqadir obunasi bo'lgan shu. Yoshlik jurnalini. Shunda onaga chiqib aytganki, menga ruxsat berishsin xo'jalik yuritish, xo'jalik hisobida degan bir hali bo'lardi. Meni jurnalarimda shunaqa qilinglar. Men xodimlarimga uy qurib beray deganda. Shu qadar haligi katta nima sanalgan 1 millionni tasavvur qilyapsiz. Endi mana bu internet degan narsa bo'lmagan. Telefonlar borib bir joyda turadigan telefondan telefon qilgansiz. Cho'ntagingizda telefon bo'lmagan. Va natijada hali pulni o'g'irlab ketish ham bo'lmagan. Shu menga aytishgan hech kimga aytmang pul o'g'irlatganingiz degan, men hammaga aytaman. Nimada shu sababdan butun informatsiyani o'sha qog'ozga tushirilgan matbuotdan olingan. Ilgari juda ko'p gazetalar bor. Sovet O'zbekistoni derdi, hozir O'zbekiston ovozi bo'lsa kerak. O'zi eng katta gazeta shu edi. Shu gazeta ham haftada bir marta nazarimda jumma kuni sonini, shanba kunlik sonini shu nimaga aylab qilinardi. Adabiyot va san'atga bag'ishlanardi. Bir bet. Shuni kutardi odamlar. Bilasizmi qanday she'rlar? Buni biladi ham. Mana bu odamlar biladi. Abdulla akani
va Erkin akani she'ri chiqqan. Bittada. Lekin u qanaqa she'rlar? Erkin akani Uchi tuguk romanmi? Abdulla akani bahor she'ri chiqqan. O'lmas she'rlar. Abdulla akaniga ayniqsa Abdulla akaniki hayot va bunun Yemin bu she'r o'sha Juda katta she'r edi, lekin hamma yodlab yurardi. Hamma yodlab yurardi. Endi hozir bu gençler umuman she'r bermay qo'ydi. Bermay qo'ydi. Men o'ylayman. Rahbarlarga kitob o'qidingmi degan gaplar bo'lib qoladi ba'zan esga tushganda. Qayerdan o'qirdi ular? O'sha Sovet O'zbekistonga borganda ularni hammasini majburiy obuna bo'lardi. O'shanda shunday ochib qaradi. Bizni maktabda kamida bir o'qituvchilarda 10 ga yaqin Sharq Yulduzi jurnali bor. Kutubxonaga Sharq Yulduzi bor. Sharq Yulduzini ochib o'qirdik. O'shanda shu buyuk she'rlarda Abdulla akani o'ylarim she'rlar. 6 oy kun she'r yozmayman yuragimda 6 oy kun. O'zgalarga tilayman omad, 6 oy kun do'stlarim ham tana-panada, iste'dodim so'nganidan qilaman karomat. Juda yaxshi. Men kecha yozilgan she'r ekan mana bu. Endi bu ishlansa kerak hali. Bu ham kecha yozilgan she'r ekan. 5-aprel kuni yozilgan. Dunyo nima qilsa o'zi biladi. Ammo oyog'ingni tirada mahkam, bemalol kurashda zo'riqib, to'sib, zarra rostdan yarat o'zingga bayram. Gerçi hazan ersang, bahar yanlık keç, batın kuzeyini ko'rmasin hech kim. O'zingni shuhratga almashtirmak hech, faqat yo Rahmon deb uringib betin. Yolg'onning mayda yaraqlar budam, gerçi sen zo'ri zar, ko'zida haqir, har bitta so'zingga baxt aylagin jon, shunday yaraladi barhayot taqdir degan ekan. Sen o'zingga ehtiyot bo'lmasang, gulib olib ketadi bayot. Ko'p zo'r shoirlarni ko'rganmiz, bilganmiz, Sovetda ham. Bu yerda ham bilganmiz. Sovetda endi tirik qolish uchun partiya deb yozishgan. O'zimizda ham ko'ryapmiz, saroy adabiyoti paydo bo'layotganini o'zimizda ham ko'ryapmiz. Endi bilmadim nimaga bu nimalar bo'ldi, bo'layapti. Lekin shunaqa tendensiya bor. Mana o'sha Usmon akani o'ziga xos she'r o'qish usuli. Bu Usmon aka chiqqandan keyin juda ko'p shoirlar bunga ta'qib qilgan. Ana shunday o'qishga harakat qilishadi. Hozir ham bor. Mayakovskiyni kim ko'rmagan? Hech kim. Lekin men she'r o'qisam Mayakovskiyga o'qiyman. Mayakovskiy mendek o'qigan bo'lsa. Ko'rmagan-da uni endi. Men she'r o'qisam hammasi aytganki Mayakovskiyni o'qiyapti. Usmon akani yuz cho'zilishlari, soch tarashlari ham xuddi Mayakovskiydayda. Xo'p. Taqdirni bilgani urinmaysiz. Sevgi haqida she'r yozaman. 80ga ko'ra. Taqdirni bilgani urinmaysan sen. Hatto bir ko'rgani burilmaysan sen. Dunyodan o'tayapman, ko'rmaysan sen. Men qayga ketdim o? Sen
Qayga ketding? Va yurgan yo'llarim manzilsiz chiqdi. Yillarim behayrat faslsiz chiqdi. She'rga kel. Kuylarim ta'sirsiz chiqdi. Men qayga ketdim o? Sen qayga ketding? Hozir avgust, ammo muzlab turibman. Qishlab turibmanmi, kuzlab turibman. Seni hatto sendan izlab turibman. Men qayga ketdim o? Sen qayga ketding? O'ylasam, bu holning mayus sharhi bor. O'rtamizda aksul falak charxi bor. Bormizmi? Yo'qmizmi? Nima farqi bor? Men qayga ketdim o? Sen qayga ketding degan so'z. Shoir aytgan ekan, oshdi yoshim 80dan, o'zim ham chiqdim sondan deb. Bu she'r yozishda inshaalloh Usmon aka 80da oshsalar ham sondan chiqmaydilar. She'rlar bor, erkak ayol deb yoziladi. O'sha deyarli nasriy she'rlar desa ham bo'ladi. Men anaga nimani yaxshi nomini yaxshi ko'rmayman. Sarbas degan gap. Ha, sarbas. Shuning uchun nasriy she'r deb o'ylayman-da. O'sha erkak bilan ayol bir-biri bilan suhbat qiladi. Meni yulduzim demang dedi ayol asta. Maylimi? Senga nima bo'ldi dedi erkak. Faqat falakda tinchlikmi? Falakda tinchlikmi? Bahadur aka, salom alaykum. Siz uchun she'rimni bo'lib salom beryapman. Qanday qadrli odam ekanligingizni har qanday she'rni bo'laman. Kecha o'qib o'tirib nima haqidagi? Xitoy haqida. Yaponiya. Meni yulduzim demang dedi ayol asta, maylimi? Senga nima bo'ldi dedi erkak. Falakda tinchlikmi? Yulduzlar tosh ekan dedi ayol, ko'zlari yoshlanib. Qayerdan bildingiz? Usmon Azim yozibdi dedi ayol. U aldamaydi. Ha, aldamaydi dedi erkak. Ammo sen mening mangu yulduzimsan. Usmon Azim aldamaydi dedi ayol. Aytdim-ku, mangu yulduzimsan. Xudo bergan yulduzim. Ko'p kunduz osmonda yulduz charaqladi. Usmon Azim aldaganmi dedi ayol jilmayib. U biladi. Odamlar yaratgan yulduzlar o'sha toshga aylanadi. Seni esa menga Xudo bergan. Parvardigorning o'zimi? Ha, o'zi. Voy Xudoyim, mehribon Parvardigor. Farishtalar osmonga cho'lpadi ularni. Ikkinchi qismi shu. Usmon Azimdan bir hol so'rashimiz kerak, o'yladi erkak. Unga nima bo'ldi ekan? Uni shu tosh yulduzlar toshib qolmadimi ekan deb qo'rqyapti. Erkak qaridi. Ammo Majnun kabi yurgan. G'ami yo'qday kulgan. Davralarda davron surgan. Vatanni sevishni, ikki uch ishxonada javlon urushini aytmaysizmi? Safarlarga boradi. Mag'lubiyatlarda chalqancha tashlaydi. Boshidan oshirib, toshqin dunyodan kechib o'taveradi. Tizzasiga ham chiqmaydi dunyo. Buning ustiga she'rlar ham yozib tashlaydi. Chunki yoshlik uni tashlab ketgisi kelmaydi. Bu tarzda yashashida tashlash ketgisi kelmaydi. Ana shunday. Ushmay qoldim. Yerda to'proqday yotibman. Ushmay qoldim, yerda to'proqday yotibman. Osmonga tikilgan. Parvardigor, meni ko'ryapsanmi? Anglayapman. Asta sen to'proqqa holimni quryapsan. Men seni ko'rmayapman, Parvardigor. Sen meni ko'ryapsan. Ana Parvardigor haqida. Sen yonimda bo'l dedi erkak. Yoningizda joy yo'q dedi ayol. Ko'ksingizda ming admin g'ayrati, qalbingizda bir elning shiddati, so'zingizda yer osmon. Menga joy qoladimi?
Sen yanımda bol dedi erkek. Sensiz menga amanlık yok. Erkek uzak jim kaldı. Şunday dedi ahırı. Çünkü sen benim hayatımsın. Muhabbet. Ha? Hayat. Qanday yaxshi shunday hayotga aylanadigan ayollar ko'p bo'lsa. Nimalar bo'lgan edi o'shanda xat yozdi erkak. Hech narsa esimda yo'q. Hech kim esimda yo'q. Faqat sen xotiramda qolgansan. Xotiramda qolgansan. Zilzila kabi. Shundan buyon muvozanatimni yer yutgan. Shundan buyon zilzilada yashayman. Amanlik ber. Xotiramdan qachon ketasan? Biz tomonda xat yozdi ayol. Zilzila bo'lgani yo'q. Ammo zilzilada qolishni istayapman. Iltimos, meni ham zilzilaga tashla. Iltimos degan ekan. Mohiyat degan so'z ekan. Endi buni o'zim ham hali qayta o'qiganim yo'q, shuncha qiynalmayapman. Bular keyin yozgan so'zlarim mana shu. Bu 31-chi ekan. Bulbul ketdi. Bog'lardan olasi qoldi faqat. Bo'lmasa nega kuz keldi? Bo'lmasa nega kuz keladi? Bo'lmasa nega sukunat bulbul nolasiga aylangan? Bo'lmasa nega men eshityapman bu nolalarni? Bo'lmasa nega gullar hanuz ochilib turibdi? Bo'lmasa nega birov tongda yig'ladi? Bo'lmasa nega seni yaxshi ko'rib ketdim birdan? Bo'lmasa nega bog'larni tashlab ketkim keldi? Nega sen baxtlisan? Bulbulning o'zi kerak emasmi? Nolasi kerakmi faqat? Sendan so'rayapman. Faqat nolasi kerakmi? Mohiyat degan so'z. Shoirdim, mana bu turishi kerak emas. Mana she'rlar kerak. Qaysi o'qishim kerak bor? Bitta odam, kallasi bor, bitta bo'ladi. Boshqa shunday. Shoir bo'lmasa she'rlari ham bo'lmaydi. Oqay ko'z bola ekan. Domla keling, bormi siz domlaga? Gadan keling opa. Gadan keling. Ko'p zo'r she'rlardan bor. Shifoxonadagi baxt. Kimdir bir buyragini bersa, bemor omon qoladi dedi doktor. Mening buyragimni oling dedi ota. Mening buyragimni dedi ona. Mening buyragimni dedi aka. Yo'q, bizning buyragimizni dedi singillar. Bemor jilmaydi. Endi o'lsam baxtli ketaman bu dunyoda. O'yladi bemor. Shunaqa. G'alati ishonch. Haligi bizga o'xshagan nodon odamlarga ishonchi, albatta shoirlarniki. Men uyg'onsam tong otadi. Men uyg'onsam tong otadi. Men uyg'onsam qushlar sayraydi. Men uyg'onsam quvvat kiradi qo'llarimga. Men uyg'onsam ish boshlanadi. Men uyg'onsam dunyoga rang kiradi, daraxtlar gullaydi, shamollar yuradi, qushlar yayraydi. Tong kunduzga aylanar, paydo bo'lar ko'chalar, telefonlar izlaydi bir-birlarini. Barcha hodisalar men uyg'onganimda kechadi. Mening uyg'onishimni shunday kutib oladi dunyo. Dunyo barchani ham shunday kutib oladimi? Men esa har tongda shunday kutib oladim. Mantiq. Menga mahmahana mantiq. Bu dunyoning ishi mensiz bitmasa kerak. Bo'lmasa nega buncha shoshaman? Mana shu she'r. Kichkinagina. Mana bu she'rni ham o'qiyman, og'irroq bo'lsa kerak. Og'ir deganni o'qishim. Tungi tushlarimni she'rga ko'chirdim. Misraning har biri misli ushar qush. Hazrat Navoiydek sehrga ko'chirdim, falakka ko'chirdim, yerga ko'chirdim. Tushlarsiz tortmasin dunyo qaromush. Tush asli
ruhumdan ko'chgan ro'yodir parvozi, acısı, armoni bilan ba'zan bosinqirash, ba'zan ziyodir, miyam qatidagi sirli dunyodir. Tungi tushlarimni she'rga ko'chirdim, sayr aylang so'zdagi amoli bilan. Tungi tushlarimni she'rga ko'chirdim. Siz esa turmushga bo'lgansiz duchor. Uning zil yukuna aylangiz bekor. Tungi she'rlarimni she'rga ko'chirdim. She'r bilan sayr eting ozod beg'ubor. Hech bo'lmasa bir bor iltimos, bir bor iltimos, bir uchun tushqabi, bir uchun tushqabi. Yahu yerda qolib ketsin vujudning kuchi, qo'rqmang. Bu qalbingiz taratgan yahu. Mana men bir umr qush kabi uchib tushda yashayapman, o'lganim yo'q. Dünya devonadir, men ham devona. Dünya ovoradir, men ham ovora. Dunyoning tengi yo'q, men ham tengsizman. Dunyoning cheki yo'q, men ham cheksizman. Bu hammasi shu ustundan mana shu oyda yozilgan, mana keyingi she'rlar hamma o'qiyotgan. Shu oyda yozilgan. Mana bu Eronda urush bo'lyapti. Shunda uch qator she'r, urush degan she'r. Urush qanotlari bo'lganda yerda yasharmidi odamlar. Qanotlari bo'lganda yerda yasharmidi odamlar. Har kun o'qizlab o'tganda, juda qiziq tasavvur qoladi. Men Germaniyada xizmat qilganman. Men kodim, harbiy kodim 01. 01 degani hozir urushga kiradi. Urush bo'lsa shunday kirib ketadi, to'xtamasa. Ya o'sha 01da xizmat qilganimda albatta mashq otishlar bo'lardi, nimalar bo'lardi. Albatta haqiqiy patronlar bilan mishenlarga otilardi. Lekin keyin bitta katta uchenga bo'lardi. Daryoda mishenlar ko'rib turib, butun rota, batalyon qator bo'lib otib ketaverardi. Biron kishi orqaga qolsa ham juda qiyin. Shunda o'qlarni buzillaganini his qilasan. Hali sen bu yoq taq-to'q, ta-ta-ta-ta-ta. Ana shuni ovoziga ham vahima bo'ladi. Ana shuni ovoziga ham vahima bo'ladi. Endi tasavvur qiling, hali osmonida o'ldiraman deb kelayotgan haligi raketalar, nimalar, bilmadim, yana nimalar ko'p endi hozir. Dronlar kelyapti. İnsaniyat hech qachon eng ko'p buyuk nimalarni, ixtirolarni bir-birini o'ldirish uchun yasagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bundan buyuk, insondan buyuk va insonday nodon bir maxluqot yo'q. Usmon aka, bunday urushlar bo'lmagan bir paytda Navoiy yozgan satrlarga o'xshab ketdi. Navoiydan shunday dard qiynaganda bir haligi iloji bo'lsa qani uchib qochsam ulustin to qanotim bor deydi. Qanotim kuysa uçbaqdan yugursam to hayotim bor. Bu ham xuddi mana shunday tuyg'u bilan yozilgan. Muvozanat degan she'r ikki qismdan iborat, ikkita odam haqida. Uyi ko'p, mashinasi ko'p, puli ko'p, xotini ham ko'p. Faqat suhbatlashmoqqa birgina odam kerak unga. İkinci kısmı, uyu yo'q, mashinasi yo'q, puli yo'q, xotini tashlab ketgan, hatto qarindoshlar ham bu odam olam bilan suhbatlashib o'tiradi. Ana sizga bir qator she'rni tarjima qilmayman, yo'q. Bir turkum she'r, uchta turkum she'rni kubalik. Juda menga ta'sir qilgan. Bu Kuban markazi Gavana'dan sal chetroq sog'liqroq, ular uchun tozroq bo'lgan bir joyda yasharkan, Gavanaga har kun keladi. Ravbat. Endi yoniga tegib ketgan hammani. Keyin qolib biron joyga bir yotib ketaman desa, ochmas ekan eshikni nazarimda. Shunda bir
satır var. Aytadi ki, bu dünyada yopiq eshiklar buncha ko'p. Bunikiga borgan, bunikiga borgan, bunikiga borgan. Ana u kelyapti deb men bo'lsa kerak, ochmagandi. Endi shoirda men kubaliklardan bir ikkitasini tarjima qilmoqchi bo'lganman. Sabab ana kubalik mashhur yozuvchini nimasi bo'lgan? Nam esimda. Xullas kalom, ularni she'riyati ham zo'r bo'lsa kerak deganman. Va eng zo'r sifatda shuni ko'rdim. Shu ochilmagan eshiklar oldida yurgan shoir bir satr she'r qilgan, bir satr she'r qanaqa yaxshi. Butun holatda, butun taqdirda, butun insonni taqdiri. Bu dunyoda ochilmagan eshiklar ko'p. Naqadar g'amgin, naqadar dahshatli she'r. Xo'p. O'qiyveraymi? Sog'inch charxpalagi dunyoni aylanib turadigan charxpalagi. Buloq soyni sog'inar, soy daryoni sog'inar, daryo dengizni sog'inar, dengiz buloqni sog'inar. Shunday sog'inchlarning charxpalagida dunyo mudom tirikdir. Ana shunday, ana shunday. İltimas degan bir she'r ekan. O'zim yaxshi bilmadim lekin hozir o'qisam esimga tushadi. Yomg'ir toshga yog'di, ko'karmadi tosh. Men esa o'yladim, tosh ichiga qarab ko'karsa kerak. İçida qanday baharlar vardır. Albatta bu o'ylar bemantiq, ammo shunday deb o'ylashga ruxsat ber birodar. Ama kızlarga baksan yaşar olsa gerek bu. Senin için qanday gullar kesildi, qancha gullar juvarmak bo'ldi, shu gullarning azobi haqi. O'lmaydigan bir muhabbat dunyoga keltir. Qarang. Sizlar kesiladi, sizlarga savbat qilishadi, nima qilishadi, mana bu guldi. Yigitlar qiyinda yigitlarga. Aylanar boshimdakim tahdid. Aylanar boshimdakim tahdid. Falak eski etik. Va falakning vahmidan qalbim edik. Qalbim edik. Ey olamni keng aylagan mozining zo'r insonlari, boshim uzrali uchun dunyoning past osmonlari. Ey, zarlanma, nara tortgin, kuch g'ayratni tengsiz hech ermasa, tepangdagi parcha ko'kni cheksiz etmagan ekan. Shu yerdan olsun, mana shu biz uyda, Lazakda tunalarda yo'li bor shekilli. O ketadi. Har yil she'rdan o'tadi. Shunday o'tatsam, ancha past turnalar o'tayapti. Endi yaxshi chiqmagandir. Lekin yozib qo'ygim keldi-da. Turnalar uchib o'tdi uyimning ustidan. Qurqurlar kechib o'tdi kuyimning ustidan. Vah gullar bog'larga sochilib ketdilar. Ko'nglimda gul she'rlar ochilib ketdilar. Bu she'rlar kuz chog'i qanotini yozgan kez, baharga aylangay bog'larda xazon res. Mana bu she'rlar qarang. Bu nevaralarimga desam ham bo'ladi. Ko'k vazni yo oshdi, pasaydi yo osmon. Ko'tarmak og'ir boshni nechorliq bo'ron. Men ko'kni ko'tarib hayqirgan odam boshim ham turibman. Engashib budam. Menga singib ketgan davronlar ohi, balki mendan paydo bu tunning chohi. Yuksalish, evrilish, tarix holi tang, g'alaba, yengilish menda bo'lgan jam. Barcha zamonlarda kechadi holim. Barcha davonlarda charchoq ahvolim. Voh buning ustida tanning
Va'da shunday şu adam şu pek tırmanması gerek deb o'yladim. Bir yilda bir marta tırmanqiladi, lekin eng mana shunday. Bu she'rni o'qimayman. Zo'r she'rni o'qiyotganingizni tushunaman. Nimada? Mavzular har xil bo'ladi, nimalar har xil bo'ladi. Juda ko'p savol tushadi. Shu boshingizdan kechganmi? Aytgan shu nomini eslab qolaman deb shu kimdirni ko'p o'ylaganman. Esimdan albatta chiqqan. Men ismlarni eslab qololmayman. Yuzlarni eslayman. Qiyofani. Shuning uchun qiyofani, ko'rgan joyimni va hokazo eslayman. Shuning uchun she'rlarimda o'sha ko'rganlarimni, manzaralarni, nimalar, suratlar ko'p bor. Ha, shuning uchun u odam aytganki, shu gapni aytmoqdan qarang. U odam aytganki, shoirlar eng buyuk aktyorlar. Buni o'ylab qarasalar, juda ko'p bor. Ha? Birovda og'riqni his qilish, zamonda og'riqni his qilish va hamma narsani his qilish. Shu mana shu sho'rlik shoirlarning bo'yniga tushgan. Navoiyni bir o'qib ko'ring. Keyin bu og'riq, bu dard va buni his qilish istat bilan ham bog'liq. Menga Najmiddin Komilov aytuvdilar. Men fors adabiyotini juda yaxshi bilaman, Usmon. Sa'diy, Hofiz, hokazo. Lekin Navoiyda eng ko'p dard ko'pi Navoiyda. Degan endi shu dardda endi. Keyin men javob berganman. Men buni bilaman. Aniq bilaman. Men javob berganman. Iste'dodining kattaligidan. Mana bu qo'ymaydigan narsa. Mana bu ichga g'ulg'ula solib boshqalar shunday o'tib ketganda bu chiqlatib ichida ilib ketadiganda bu alohida iste'dod. Bu iste'dod qo'ymaydi hech qachon. Son so'zlar kitobimda bor. Rauf akadan so'raganman, aytganman, Rauf aka, yozma yurganingizda nima bo'lasiz desa, ichimda bir narsa shovullaydi degan. Tushuntirib bera olmasdan, endi shu shovullaydi menga yetadi. Shukur akadan, Xolmirzayevdan so'raganman. O'sha aytganki, juda kichkina odam bo'lib qolaman. Hamma bunday menga qarab, o'ylab shukur, nima qilib yuribsan? Mana bu o'sha to'lg'onish, o'sha ichida nima qilish. Orasini aytsam endi men nima 76ga kirdim. 80 ga. Unaqa maydalab hisoblamasam 80. Bu paytda she'r yozish kulguli ham tuyuladi, uyat ham tuyuladi. Lekin yozaman. Yozmayman ham dedim bir. Ancha yozmay ham ketdim. Ammo yana sevgi haqida bo'lsa kerak-da. Tayyoralar seni olib ketadi. Bu olamda olis xorijlaring bor. Bu yerda jon sensiz yonib ketadi. Ko'ksimda qoradi lovullagan cho'l. Qaytgil. Chipta olish shuncha qiyinmi? Manzil Toshkent degan eng arzon chipta. Manzil Toshkent degan eng arzon chipta. Safar allaqanday sport kiyimli muddatga yopishib olgandir. Chippa, sog'inch har xil taxmin aytaveradi, yurakning ezadi gumonlar ishi. Bebaxtlik har damda qaytaveradi. Ammo juda qiyin baxtning qaytishi. Baxtni ko'rsalaring, qo'yib yubormanglar. Qaytishi qiyin bo'ladi. Keyin menga dodlab berasizlar, unaqa deb. O'zim qo'yib yuborgansan deyman. Ular ketasizlar. Bu hayvonlar ishlamayman deb qo'llarini ham oyoqqa aylantirishgan shekilli degan bir she'r o'qigan ekanman.
Qancha muvaffaqiyatli. Bu hayvonlar ishlamayman deb qo'llarini ham oyoqqa aylantirishgan shekilli. Keksalik, yana keksalik. 60 tirilaverar. O'tgan do'sting bilan suhbatlashasan. Kezasan, birga yurgan ko'chalarni, birga yo'qotgan do'stlarni eslaysan, kulishasan, sukut saqlaysan, ko'zlaringdan birga oqar yosh. O'tgan akang bilan jo'r ovoz qo'shiq aytasan, aka deydi, aka deysan, ovozing titranib, akang yelkangdan ohista quchib qo'yadi, kuyma deydi u. Ko'p kuyma, ko'p kuyishingni faqat shu akang sezar. Ana, ikki opang, ular seni tashlab ketishmaganday, bag'rlariga bosishar, to'ng'ichi, sog'ish tikkan do'ppini kiygizar boshingga. Kenjasi qo'lingdan tutgan qo'yib yubormaydi. Bolaligingda seni shunday yetaklab yurgan. Onang yetib keladi. Birdan mittigina bolaga aylanasan. Erkaliklaring qaytib keladi. Boshingni silaydi onang. Qanotlaring o'sib chiqar. Birdan his qilasan. Borar joying qolmaganda shu mehr boshpanang bo'lar. Ketaringda bag'riga bosar. Birdan shu mehrga cho'lg'anib qolging keladi onangning yonida. Bor deydi onang. Ortingga qarama. Qolgan qoladi. O'tgan o'tadi. O'zingni baridan tut. Bu yigit o'g'ling. Yigit yoshga ketgan o'g'ling. Endi so'z qolmaydi. Faqat bag'ringga bosar. Faqat bo'ylarini izlaysan. Faqat ketmasligini istaysan. Qani endi o'lguningcha bag'ringga bosib tursang. Voh o'g'lim. Voh, ammo eshik qo'ng'irog'i jiringlaydi. 60 tumanga qarshib ketar. Sen kresloga qapishib qolgansan. O'zingni ko'tara olmaysan. Noga sezasan. Bir oyog'ing 60da. Ammo eshikni ochish lozim. Chunki qushdan qarayotgan bir oyog'ing hanuz hayotdadir. Keksalik. Buni mana shu allagishni bo'larkan, shu she'r bilan tugatsam. Ko'karishda bahor bu 4-chi aprel kuni yozilgan ekan. Ko'karishda ba'zan bahor mast, ko'ringanda savarar beqasd. Ana chaqmoq, mama guldirak, do'l ekinni o'tdi chavaqlab. Ammo zumda yaraqlar quyosh, ekin zumda ko'taradi bosh, bahor esa turadi kulib. Bu bahor yosh, ko'rmagan bo'lib. Rahmat. Gap yuradi, nimada gap yuradi shu o'lim haqida yozmaslik kerak degan. Navoiy ham o'lim haqida ko'p yozganlar. Men o'lim haqida yozish kerak deb o'ylayman. Qo'rqadi, go'yo o'limni nimadan o'lim yozsa o'lib qolarmish. O'limni ham yozib jumladan men 76 ga kirdim. Xudodan qo'rqish kerak. Baribir o'lasan, peshonaga yozilgani bo'ladi. O'limni his qilib yashash bu bir sehr, buni bilmaysan. Yozishgan albatta bunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday. Baribir bu sir. Buni haligi oxirigacha bilib kelgan odam o'zi yo'q. Parvardigordan boshqa hech kim bilmaydi uni. Nimasi oxirigacha bilmaydi. Yoziladi shuning uchun. Yoziladi. Sen mana bu Allah seni jazolash uchun mukofot uchun berilgan mana buni 7 dunyoda seni olib ketishga kelgan paytda eng yomon uni yozib qoldirolmaysan. Sen ketyapsan. Eng afsusli joyi, menga afsusli joyi. Buni yozib qoldirib bo'lmaslik. O'ylayapsan deb qanday yozasan? Kimdir aytgan ekan. Yana kimdirda bir olim bo'lsa kerak, mediklardanmi? O'layotganimda qog'oz qalam aytib turinglar, olib kelinglar, men aytib turaman. Mana hozir bunday bo'ldi, mana hozir bunday bo'ldi, mana bu yog'imgacha keldi jon, ayaqa bo'ldi,
men hozir oxirgi nafasimni olsam kerak, vaqtida aytib turaman degan ekan. Tushunyapsizmi? Bu sirga yetmoqchi bo'lgan. Nima bu? Nega bu to'xtadi? Nazarimda shuning uchun meni nazarimda bu mavzu ham juda mavzu emas bu. Mavzu emas bu. Mavzudan degan so'zlar hayot va o'lim mavzudan juda katta narsa. Biz yozayotganlarimiz, mana bu yozayotganlarimiz nimani ichidagi bu ikkovini oralig'idagi to'lg'anishlarimiz va dunyoni sergak his qilgan odam hech qachon yo'qotganga kuymaydi. Topganiga rahmat deb xursand bo'ladi, olib ketadi, yana olib ketsin. Ha, endi shu olib ketdi-da deydi. Shuning uchun yo'qotishni doim kulib qarshi olingan. Har qanday yo'qotishni ichida, shu bir yaxshilik ham keladi, Allohning buyurgani bo'ladi. Asta shunday ergashib keladiki, o'zing hayron qolasan, "Voya" deysan, "Qanaqa bunaqa" deysan. Birov bir ishdan haydalsa xafa bo'lib yuradi. "Voy, meni haydashimay ketdi." Senga peshonangga boshqa narsa yozilgan u yoqda. Bir harakat qilsang, ichingda shunday avvalgidan yaxshi, avvalgidan ham ko'nglimga yoqadigan, o'zini haydalgan uchun ko'nglimga yoqmay yurgan bo'ladi. Juda yoqmay yurgan bo'ladi. Bu har qanday yo'qotishdan baribir topishga teng, ayniqsa yozadigan odamlar uchun bu nihoyatda muhim. Har qanday yo'qotish ichida o'ylab ko'radigan, cheksiz qadar o'ylab ko'radigan narsalar borkim. Ikkita narsa xalaqit beradi. Yozadigan odamga tirikchilik uchun zo'rida nimadir topib ovqat yeyishing kerak. Endi bu odamni bekor Alloh nafsan bermaganda qor yeyish kerak, nimadir topish kerak. Bo'lmasa bu odam yotib olardida hech narsa qilmasdi. Shuning uchun qimillaysan o'zi qimillaysan. Lekin voy deysan, mana shu vaqtim ko'p bo'lganda mana buni men o'zimda aytyapman. Boshqa kasblarda ham botir bunaqa. Men falonday ishlarni qilgan bo'lardim deysan. Lekin birdan o'ylaysanki, da qaraysan, xonada sen bu tomonda bu yoqda telefon gaplab o'tirgan bo'lsa, voy bir soat o'tibdi deysan. U yoqqa borishga to'g'ri keladi. Men haqiqiy shoirlarni aytib qo'yay, ish qo'zg'adigan bo'lsa, kompyuterga kelib she'r yozing. Yetib kelishdagi she'r yozilgan, aniq yozilgan. Bu haligi istod haqida gap ketdi, Navoiy haqida da. Bu yuribni kechingda. Bu o'sha alomaga yetib borishni xohlaydi xolos. Va Navoiyga men juda havasim keladi. Telefon bo'lmagan, internet bo'lmagan. Qanday yaxshi birov telefon qilib, endi Husayn Baqaram kesin deb chopar yuborgan. Ba'zan endi shu necha chaqirim qo'yinglar, ungacha bu suhbatimiz tamom bo'ladi deb yubormagandir ham. Shu kompyuter yo'q zamonda 20 jildlik asar yozgani bu unaqa odam emas u. U bir kechirasiz, bu gapda aytish no'g'rinligini bilib turib aytaman. U kishi bir istidodi bir nihoyatda katta bo'lgan. Islomda bunday aytish noto'g'ri, lekin bir shu payg'ambarlikning tagiga yetib qolgan odam. Avliyosi. Bunaqa odamlar dunyoga bir keladi. Men yana bir narsani juda chuqur bilaman. Buni ham bilaman. Yozishga agar chiqib ketsang hech kimga keragi yo'q. Xizmat qiladigan odamlarga kerak bo'ladi bu shaklda. Navoiyning hammasi bo'lgan. Shuni bilmagan. Uni ko'p qilib o'tirmaslik kerak. Hayotini shunga bag'ishlagan. Hammasi aytadi. Nodonlar ishonmaydi, lekin o'zini baxshida qilgan odam. Borini baxshida qilgan odam. Shuning uchun
Navoiy qaysi dunyoda xalqlar to'lib yotibdi. Nihoyatda to'lib yotibdi. Navoiy tugul mana qo'shinlarimiz. Falonchani klassik deydi. Ko'p bo'lsa, juda katta bo'lsa, ana Ergashuman bo'ladi. Ana Ergashuman bo'ladi. Hali biz klassik adabiyotimizni qo'yib turaylik. Teng bo'lsa shunga. Turkmanda ham bir cheti kelib, mana bu madrasalarga kelib, Xorazmga kelib, ha? Endi boshqalari ham. Shularda ketgan bir nimalar bilan juda ma'lum bir narsa yozgan, lekin bizni adabiyot, bizni haligi yuksaklik u, teranlikka tushishlar, mana bu Parvardigorni yo'lida izlanib jo'nashlar. Endi bu nihoyatda ba'zilarimiz juda ko'plar tasavvur qilolmaydi. Shuning uchun meni vaqtim bo'lib qoldi. Tez ketishim kerak. Bu joyga yetib borishim kerak. Sizlar savollaringizni tez beringlar. Ulg'ara olmaymiz shekilda. Obitdan keyin boramiz. Shunday bo'ladi. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Akilay. Men savol bermoqchi emasman. Boshqa narsa aytmoqchi edim. Sizni Yorijon degan she'ringiz bor. O'sha she'rni men Qaysi degan she'r? Yorijon she'r yozdim. Yodijon. O'sha she'ringizni men uyda yodlab kelganman, darsda aytib beraman deb, lekin 2 marotaba darsda nimadir bo'lib aytib bera olmaganman. Keyin kuzgi semestrda biz dars o'tgan. Zachotgangizni ko'ring. Doktorantmi? Magistr. Keyin kuzgi semestrda yana shu she'ringizni yodlab kelib darsda aytib berganman. Keyin o'zim aytganman. Darsda mana aytib berdim, uddaladim, qilsa bo'larkan. Endi Xudo xohlasa nasib qilsa shu she'rini shoirning o'zini oldida ham aytib berish nasib qilsin deganman. O'sha agar qarshi bo'lmasangiz, Yorijon she'ringizni aytib bersin. Maylimi? Yorijon. Umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor Yorijon. Ne baxtga yuragim bemor Yorijon. O'l ko'zda qay kuni porladi ziyod. Dunyodan kechgulik topdim bir dunyo. Bu dunyo nimadir? Bu dunyo ro'yo. Faqat pok ishqingiz haqdir Yorijon. Qalbimga eng yuksak taxtdir Yorijon. Garchi o'rtamizda sog'inch va hijron, garchi visol yo'li vayrondir vayron, ammo azobingiz ko'ksimda har on muqaddas olovdek qoldi Yorijon. Shukrki siz bilan yondim Yorijon. Nodon deb sen borni yo'qqa almashding. Quyoshni g'arib bir cho'qqa almashding. Kulaman, xalqotni ko'kka almashdim. Endi yurar yo'lim falak Yorijon. Qanotga aylandi yurak Yorijon. Qanotga aylandi yurak Yorijon. Karamatxon bir domla bo'lardilar. Juda ajoyib odam edilar. Tashkilda dars berib keyin Botirxon Akram. Botirxon Akram. Men shu she'rimni juda yozman endi. Olay bozori katta bozor edi. Ichidan o'tyapsam, shu kishi kuyardi. Menga qarab kulib kelyapti. Biz bir ikki ko'rishganmiz, ko'p ko'rishmaganmiz. Keyin tabriklab ketdilar. Keyin nima bunga tabriklayaptilar? Juda tabriklayman deb yurdilar. Keyin nimaga tabriklaysiz? Shu shart o'ziga chiqqan edi shu.
Şu she'rlar endi turkum edi. Shu she'rdan keyin boshini o'qib berganlar menga. Bozor ichida o'qishga zavq, qalbi toza odam bo'lgan, keyin ham o'qishlar. Men ko'p o'tirmaganman. Lekin shunday odam ekanligida juda ko'p ishlardan eshitganman. Qayerdadir bir xotirayam o'qilib shekilli. Yaxshi odamlarni ham eslab turish kerak degan gap. Domlalar orasida men jurnalistika fakultetini o'zim bitirganman. Jurnalistika fanlarini juda yomon ko'rganman. Kerak emas fanlar. Jurnalistika 5 yil o'qib taqiladi. Endi mana adabiyotlarni ba'zan o'tadi. Ular adabiyotni qisqartirib kelyapti. Men jurnalistikani bitirganman deb aytdim-ku. Bir uchrashuvga borganda gapirganman. Ular men jurnalistikaga kiraman deb hali matbuotda chiqqan she'rlarni olib kelsa, haligi daftarga yozgan narsalarini olib keladi. Biz ham she'rlar olib kelganmiz, lekin biz narsalarni qabul qilgan. Keyinchalik jurnalistikaning domlalari, bu boshqa narsa, she'r boshqa narsa. Haligi yozganni olib keling, publistika degan bo'lsa kerak-da endi. Keyin she'rni yozib kelganlarni qabul qilmadi. Men hozir u paytda bir narsa bo'lardi. Mandat degan narsa bo'lardi. Mandatda Sirojda domla rektor menga aytganlarki, siz o'g'lim mana bu she'rni yozishni to'xtatmang. She'r yozing deganlar, matematika olar. Lekin she'r yozing deganda shular bir gapni bilar ekan. Endi kelib jurnalistika domlalari publistika yozganini ol, she'rni olma debdi. Bor filologiyaga bor. She'r yozishni bilgan odamga publistika nima degan? Nima degan gap? Erinishi mumkin, bu boshqa masala. Men qilolmayman deydi, erinadi. Mana bunga ko'proq nima bo'ladi? Nima bo'pti bu? Nima bo'pti? Shuning uchun haligi bizda domlalarimiz o'sha paytda bizga adabiyotdan darsga kirgan domlalarimiz esimizda qolgan. Jurnalistikadan kirganlar hammasi bir allaqanday to'pilgan narsalar, yolg'on o'xshatilgan, zerikarli. Nimaga zerikarli bo'ldi u ham bo'lmaydi. Fan haqqiy domla bo'lsa, u talabalarga oldida o'tirayotganda ham bayram bo'ladi. Ishing qiziqadi. Bizga begallarga o'tganlar adabiyotni, Navoiylarni yod o'qirdilar. Turib olib, yod nima gapirib ketaverardilar, qog'ozga qaramasdilar. Begallarga xosinlikda aytyapman. Endi shunday domlalar ham o'tganda yoki xalq zakatdan Muhammad Nobir Saidov o'tganlar. O'zbek dostonchiligida badiiy mahorat degan zo'r kitoblar bor. O'sha kishi o'tgan bir do'ppini olib kirardilar. Bir semestrimiz unda ham bayram bo'lgan. Talat Soliyev kirganmidi? Yo'q, Talatga bizga kirmagan. Endi aytamanki, bular qisqartirib hozir olib kelib, faqat jurnalistikani zerikarli narsalarni fan qilib o'tirishibdi. Ilmiydan hozir nima qilishyapti? Jurnalist bo'lish uchun bitta kurs kerak. 1 yillikmi, 6 yillikmi, qolganini boshqa joyga kirib, mana filologlardan birontasi jurnalist o'qishga kelsa, diplomi bor. 6 oylik kursga kiradilar. Uni o'rganib chiqadi. Ayniqsa mana bu hozir zamonaviy texnologiyadan foydalanish, balki onlayn ishlash, hokazo. Yozishni bilish nima u? Men she'r yozadigan odam, adabiyot yozadigan odam uchun hech narsa emas. Bularni atoqli degani ham, faloncha atoqli deganlarni ham ko'rganmiz, qanaqa zerikarli narsalar topadi. Jurnalistlar. Bunisini ham ko'rganman, bunisini ham ko'rganman. Jurnalist degan nomi bor odamlarda hali bir o'zbek adabiyotida esse yozishni udda qilolmagan. Bilmaydi deb demoqchi emasman. Esse yozishni udda qilolmagan. Meni voy o'tadi. Ahmadjon aka esseni yozuvchilarni essesini misol qilib o'tadi.
o'sha fakultetda. Shukur aytamiz. Ha. Mana buniki, mana bunisi. Bular yozuvchilar. Jurnalistlardan hatto esini uddalagan odamlar bo'lmagan. Usmon aka, o'sha sizlar o'qishga kirgan paytlar jurnalistika sohasi endi yangi ochilgan edi, yangi fakultet. Biz kirganda juda modniy edi-da. Birinchi kurs edi. Ha. Biz birinchi fakultet bo'lganda biz birinchi bo'lganmiz. Keyin Hamma qiziqqan. Qulovagani qo'shsa ikkinchi, uchinchi kursdan bor ekan, qulovagani. Keyin ular fakultet yoqqa o'tib ketgan. Qayerda o'qiysan desak, bizlardan so'rasa, jurfak desak, yurfak deyishadi. Yani jelovchi bo'lsa kerak, savodsiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yurfak. Bu paytlarda yuridik fakultetga uncha qiziqish yo'q edi. Yo'q. Eng katta qiziqish jurnalistika fakultetiga, keyin shart fakultetiga. Bular yuristlar, huquq targ'ibot organlari harom harish ishlarda qilib pul topishni yo'lini qilgandan keyin ular boy bo'lib ketgan sari u yoqqa qiziqish oshsa, ayniqsa 90-yillarda nima bo'ldi? 90-yillarda egasi qoldi. Hali qanday qabul qilish sistema ishlab chiqilmagan. Ular faqat orada qabul qildi. Men sudyalar oliy kengashini majlisida 4 yil, 5 yil bo'ldi. O'sha majlisda turib aytsam, meni qo'llab-quvvatlashdi. Shu gapni aytdim. Haliga onlayn majlis ham bo'lyapti, viloyatlar ham qatnashyapti sudyalar. Sizlar ehtiyot bo'linglar dedi. Hozir institutga yetishib kelayotgan kadrlar 92-yillarga kadrlari. Hech bo'lmagan payt boshqa tez har holda yomon. Ana so'rab nima qilgandan ko'ra yomon deyishadi. Lekin unda ham endi falonchani qo'llab olish bo'lardi deydi. Xullas kalom o'shalar yetishib kelyapti. Sizlarda poraxo'rlik, halol harom ishlar ko'p bo'ladi endi deganda O'zbekiston haligi eng toza odamlardan bittasi O'zbekiston sudini raisi bo'lgan Mingboyev shuni juda to'g'ri deb keyin o'sha Xolmamil Yodiyorov o'sha tashkilotning raisi bular hammasi qo'llagan. Endi adabiyotda eng toza ish. Dars berish eng toza ish. Bundan ortig'i bo'lmaydi. Bu yerda ham aralashadigan, qiladiganlar bor nega bo'lmaydi. Bularning urug'i ko'p. Yo'qotib bo'lmaydi bu. Bor. Bilmaysan, seni oshnang bo'lib chiqishi mumkin. Qalaysiz deb endi ko'rishib qolganda haligi qilib qoladigan odamlarimiz bo'lib chiqishi mumkin. Lekin bor nima deysan? Endi men hozir yo'lda gapirib kelyapman. Men bir joyda dars beraman, 11 kishiga dars beraman. 7 tasini haydab oldim. Nimaga kirgan? Shu kirgan payt. Qanaqa qilib bular yo'q. Birinchi savol, bular yozadigan odamlar-ku. Keyin juda ko'pini rozi qilib jo'natganman. Bolam, sen bu sohani odami emassan. Ishbilarmoni ko'p edi. Ishbilarmoni. Shu vaqtda kulgili. Men bitta birinchi darsda bo'lsa kerak, bitta notebook olinglar. Sizlar yozasizlar. Notebookda yaxshi ketadi, yozishni deb notebookni maqtab nima qilsam, bittasi domla, ha, meni hali magazinni bor yerdan olsin arzon qilib beraman deyapti. Shu ishbilarmonligingni qilsangchi. Ya shunday qilib 7 tasini ketkazdim, 2 tasi zavushiga kirib borib ko'rdim keyin. Zavushiga o'tishibdi maylida. Endi bu diplom hech kimga kerak bo'lmaydi-da. Uyat bo'ladi. Mana shu kim o'qishga pul berib kirgan bo'lsa, bu yerni ham tuzatib olishga harakat qilish kerak. Mayli edi, nima bo'lsa bo'pti.
Ana nelarisi bor-ku fanizmda. Fanizm bir nelarisi yozuvchi bor. Ha. Endi nelarisi o'zbekcha tarjima qilishim. Dumbulboyvachcha. Dumbulboyvachcha. Bola umuman o'zi o'zbekchaga ham bu so'z ham uncha to'g'ri emas, boshqa so'z yo'q. Hech kelmaydigan bir erkak bola hech bola qilmagan. O'shanga fanizm bir komediya qilgan. Sudrab yurishadi. Unga endi u shunday ta'sir qiladiki, keyin ilgari imperator kutubxonasi bo'ladi, eng katta kutubxona Peterburgda. Eng bilimli olimlar shunga kutubxonani boshlig'i bo'ladi. Hamma baloni o'qigan odam bo'lib chiqadi oxirida shu direktor qiladi. Shu eng kutubxonada ilgari kutubxonalardan nimalari eng bilimli odamlar bo'lgan. O'sha Borgeslar o'tirib faqat kitobni o'qib o'tirganki endi. Kitobni o'qib o'tirgan, savollar bo'lsa beringlar, men ketaman. Rahmat qizim. Bering savolingiz. Assalomu alaykum ustoz. Sizni universitetimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ushbu universitetning 3-bosqich talabasi Xumora Keldiyorov bo'laman. Men aynan mana shu satrlar bilan boshlaydigan bir she'ringiz bor. O'lgin deding, yerga ko'mding, ildiz bo'ldim. Ko'kka otding, yo'q bo'l deding, yulduz bo'ldim. Tilim kesdi, dilim aytdi rost kalima. Qiyin bo'ldi, senga sho'rlik dushmanima. Dushmanima toshlar otib to'ymaydirsan. Tuproq bo'lay desam nega qo'ymaydirsan. Aynan bu yerda, ya'ni tuproq bo'lish maqomi qanday maqom va biz bilgandek o'sha ona yer bilan birlashmoq saodatimi yoki yana biz bilmaydigan boshqa bir mohiyat bormi? Sizga javob beraman. She'rni tushuntirib bo'lmaydi. Dramaturglarga dars beraman deysizlar. Nima? Dramaturglarga dars beraman deb aytdingiz hozir. Aynan shu bilan bog'liq savolim bor edi. Xususiy telekanallarda kino muharriri sifatida faoliyat yuritaman-da. Ya'ni Kim sifatida? Kino muharriri. Seriallar bilan bog'liq ishimiz va oxirgi paytda eng ko'p ko'zga tashlanadigan narsa oldi qochdi seriallarni, juda ham yengil seriallarni reytingi juda ham yuqori bo'lib ketayotgani. Misol uchun buni qanaqadir normaga solish, keyin dramaturglarni o'sha yaxshi dramaturglar yetishmaydi bizda. Oqsaydda juda barmoq bilan sanarli teatrlarda ham misol uchun ko'ramiz, kinoda ham juda kamda bu sohada o'sha o'zini sohasini yetuk mutaxassis yaxshi dramaturg kam. Buni sababi nimada? Buni nima qilsak yo'lga tushadi? Va siz qanaqa maslahat berasiz? Drama yozish uchun, dramaturg bo'lish uchun, ssenariy yozish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Men agar bilsam, shu payt hammasi yaxshi bo'lgan bo'ladi. Bu bir kino, sizda aytayotgan so'zingiz teatr, istilodsizlar sizni izlaydi. Va ular juda ko'p. Mana e'tibor bersalar, shu Hamza teatrida ikkita teatr bor. Bunday. Endi o'zim ishlayman, shuning uchun aytib o'tirmayman. Bilaman endi. Bilasiz. Shunaqa. Hozir yana ergashib kelishyapti. Badiiy kengash degansiz, kengash bor. Bemalol yaxshi narsani alik qilish mumkin, yo'qotish mumkin. Qaysi sabab? O'qiladi asar, quloq solishadi. Voy gap deydi, artistlar. Yozadigan odamlar emas. Yozadigan odamlar boshqacha his qiladi. Bir narsa ichida bir yengil yelpiroq bo'lsa, voy yaxshi ekan deyishadi. Yengil yelpiroq bo'lsa yaxshi ekan deyishadi. Men hali Bular yaxshi narsalar, albatta qo'llab-quvvatlanadi. Qaysidir ma'noda savodlari bor. O'shalar hay deb to'xtatishib nima qiladi. Endi bu birinchidan o'sha televideniyadagi siz ishlayotgan joy bilmayman, xayr. O'sha joyda odamlarni
o'tirgan redaktorlardan, jumladan o'zingiz ham mana norozi ekansiz. Bu nimadan norozi? Sizni saviyangiz balandlaydi. Olib kelgan odamni lekin bu haligi zavodga o'xshab qolgan. Mana bu o'sha siz kelgan joy, talab qilishadi. Bizga deydi, yana bir ikkita serial kerak. Seriallarimiz to'xtab qoldi, reytingi tushib ketdi. Va hokazo. Buni yozadigan bir yaxshi guruhlarni to'plash kerak shekilli. Lekin yaxshi olamda o'zingiz. Kam. Umuman adabiyotda dramaturgiya kasbi eng noyob kasb. Buning uchun yozadigan odamlarning o'zida bir dramatik bir istidod bo'lishi kerak. Bu istidod juda kam. 500 odam o'tiribdi, tomoshabin keladi. Bunisi bu yerda, bunisi bu yerda. Bu tomoshabinni 5-minutda sanadagi asar bilan haligi to'xtatib olmasa, yig'ishtirib olib, sahnaga diqqatini tortmasa bo'lmaydi, keyin ketdi. Sharof Boshbekovdan keyin hech kim ko'z oldimizga kelmaydi. Endi shunday. Sharof ham ko'p narsalar remake degani bilasizlar. O'sha nima ham Temur xotin ham remake degani bir asarni ko'rib boshqacha bir tarzda yozishda endi Amerika o'zi ham bizlarga aytgan. Hala Amerika komediyasini ko'rib qoldi. O'zbek nimasiga hayotiga aliga qilgan remake'lar. Uni ham chet elda, uni ham asarlari ichida chet elda hayotidagi hayotlar bilan yozilgan narsalar ko'p. Nimada fantastik qilib, fantastikasi bilan tushmaydigan bir narsalar ko'p, lekin eng zo'r chiqqani mana shu Temur xotin bo'ladi. Temur xotinni o'zim o'qib 80-yillar, 90-yillar ekan demak. Birinchi o'qiganimda menga qo'lyozmasini bergan. O'qib yig'laganman. Chunki asardagi hayot bilan mana bu yerdagi hayot bir xil. 80-yillar oxirida. Shu mana shu yerdagi hayot bir xil bo'lgan. O'sha paytda hamma kuyib yurgan payt bo'lgan, hamma urib yurgan payt bo'lgan. Biz bular eslolmaydi-da, sizlar shuni ham bilmaysizlar-da. Mustaqillik e'lon qilganini ham bilmaysizlar. Buni ham bilmaysizlar. Bu qanday qiyinchiliklar bilan bo'lganini, qanday bir birov bu yoqqa bir tortib, birov bu yoqqa tortib, hammasi yaxshilik bilan. Lekin kimlardir umri shu orqali yo'q bo'lib ketganini, kimlardir nima bo'lganini sizlar bilmaysizlar. Qanday savollar bor yana? Bular uchun bu davr yopiq narsa bilishmaydi. Qanday? Sarvardan pastga tushirmay. Sarvar odamlar. Sarvar birinchi qatorda o'tiradi. Yaqinroq kel, yaqinga ishlayapmiz, seni ko'rayapman. Gaplashib o'tdikki, ya'ni dard haqida, tuyg'u haqida gaplashdik. Shu Navoiydagi dard tuyg'u haqida. Men sizga bermoqchi bo'lgan savol, ko'p she'rlaringiz odam ichki tuyg'ulari haqida, dard haqida yozgansiz. Ya'ni his qilmagan tuyg'ular haqida yozganmisiz? Sizda yana bir savol. Nima haqida? His qilmagan tuyg'ular. O'zingiz yozalar his qilmagan tuyg'u. His qilinmagan. Ya'ni shoir his qilmaganmi? Shoir his qilmagan. Ikkinchi davom qiladi. Keyingi davomi aynan o'sha siz uchun eng qiyin yoziladigan tuyg'u qaysi? O'tirib qolib. Nima? Siqilmagan tuyg'u nima yozilmaydi. Men nazarimda yozilmaydi. Siqilmagan tuyg'ular emas, bir majburiyat yuzasidan yozilgan she'rlar bo'lgan eski paytda. Sizlar hamma biladi. Umuman shoirning his qilmagan tuyg'usi bo'larmikan? Endi g'oya deymiz. ishongan biron narsaga ishonib shoir chindan yozgan bo'lsa, uni sen Kamruzov haqida yozding, sen bu haqida yozding deb so'kib ham bo'ldi. Mayakovskiy masalan Kamruzovni yaxshi ko'rgan. Yozgan. Yapon o'txonada bizni yondirdi, og'zimizga quydi, qalay qo'rg'oshin. Hayqirdilar. Bu yo'lingdan qayt,
Yanayotgan tomoqlarda bo'lsa otashin, yashashin, kommunizm yangrab faqat. Qanaqa? Yapon o'txonada bizni yondirdi, og'zimizga quydi, qorang qurg'ashin. Hayqirdilar bu yo'lingdan qayt. Yanayotgan tomoqlarda bo'lsa otashin, yashashin, kommunizm. Hayqir. Endi yozgan, ishongan. Men ishongan odamga hech qachon nima qilmayman. Sud qilmayman. Ishongan, shunga ishongan. Uni ham tushungan odamlar o'qisa hal bo'ladi. Mayakovskiyning qanaqa haliklari bor. Masalan deyapman-da, boshqalarni deyapman. Kommunizm ideal jamiyat. Demak, mana buni ham siqib yozganim. Endi majburiy yoziladigan bir narsalar bor. Eski shoirlarimiz Abdulla aka bilan oxirgi suhbatimizda, o'sha Amerikaga ketayotganda oxirgi suhbatimizda gaplashganmiz. Shu yangi adabiyotimiz klassikasidan boshlab falon joygacha kelganimizda men savol berganman. Savol emas, suhbatda shunday aytganmanki, shu bizning adabiyotimizda sizlardan boshlab shoirlarning ijodida yaxshi she'rlar shoir juda ko'paydi degan. To'g'ri gap bu. To'g'ri. Keyin shu bilan eskilarni sanay boshlaganmiz. Faloncha hali aytganmiz. 6 ta, 7 ta yo'q, anavi ham bor-ku. Ha, 7 ta. Mana bu. Bitta, 2 ta, shu 2 ta bo'lsa kerak. Lekin faloncha bir odam aytuvdiki, sal ko'proq 5 ta bo'ldi. Xo'pda. Keyin bunga kelib bunga yaxshi ko'radigan shoirlarimiz ham butun she'r topolmaganmiz. G'ofurg'ulomni urush yillaridagi she'rlar degan. Qanaqa sen yetmaysan, ularga. Shuni aytib qo'yay. Men maktabda she'rni yod bilardim. Hech o'ylamagan ekanman. Maktabda o'qib ancha shoir bo'lib qolganimda bilganmanki, shu she'r qofiyasi. Qanday yozgan uni shunday chiqarganki, qofiyalidan zo'r chiqarganda, shuni hech anglaganmanki, u shoirni mahoratidan darak beradi. G'ofurg'ulom bundan oldin yoki turmush yo'llarida, qanaqa she'rlar, bunaqasini yozib ko'rishsin qani? Yo'llar, yo'llar, O'shandan boshlanadi. Unda 5-6 ta she'r deganmiz, o'tib ketganmiz. Keyin falonchaga kelgandan keyin yo'q degan. Endi ularda mana bunday kitoblar chiqqan-ku. Nima edi ichida? Ichida o'sha haligi siz aytgandek haligi siqilmagan tuyg'u, his qilmagan tuyg'u birinchi hammani teng qilamiz degan paytda ishongan odamlar juda ko'p bo'lgan. Keyingi fojialar buni yuvib keta boshlagan va keyin kelib yo'q deydigan odam, buni qo'yinglar deydigan odamlar ko'paya boshladi. Bildi, tagiga tushirdi. Men aytib qo'yay. Mana shu yerda turib. Kommunizm g'oyasi eng chiroyli g'oyalardan. Hamma teng bo'ladi. Ammo bu insonning fe'li juda qiziq ekanda, teng bo'lgisi kelmas ekan. Kimdir ko'proq olgisi keladi, kimdir tabiatiga ko'ra qo'lidagini ham ololmaydigan bo'ladi. Endi mana buni yedib oldiga qo'ysam bor. Mana kambag'allarda yuribdi-ku. Shu zamonda ham mana shuncha imkoniyat bor, bu yoq bor. Kambag'al bu uyini birovga ovqat kirgizib, xursand bo'lib yeb o'tiradimi? Mana sizga bitta gap aytaman. Bitta sizga ish topishibdi. Bizni boshida bo'lgan voqea. Keyin ish topishgandan keyin endi keling ishlang debdi erkakka. Keyin aytibdi, men o'ylab ko'ray debdi. Oyligi buncha, 9 million. Ertasi kelib bormayman. Nimaga bormaysiz desa, u yoqqa borib ishlash kerak ekan. Bor yo'g'i 10 kilometr boriladi. Bor yo'q. O'sha yerda yotib bir hafta ishlar ekan, bir hafta uyga qaytib kelar ekan. Bir hafta ishlar ekan, bir hafta Osmonaga odamlarda hozir bir toifa odamlarda yalqovlik, dangasalik, loqaydlik, keyin haligi qullik psixologiyasi shakllanadi. Ana shunda keyin u qanday kun ko'radi desam, bolalariga
5tami bolasi bor ekan. Bolalariga haligi bolalarga chiqadi-ku. Ha, o'shani yashasharkan bir ikkita sigir bor ekan. O'sha to'rtta qo'y ham bor ekan. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Och qolsa yugurib hokimiyatga kelarkan, biz oilam och qoldi. Keyin bir tashkilotga telefon qilib, hokim ham qayerdan topadi endi? Qayerdan topadi? Bir hammasi mo'ljallangan. Yo'naltirilgan pullari bor, yo'naltirilgan pullarda. Mana buni bunga sarf qilasan, mana buni asfaltga sarf qilasan, mana buni faloncha joyga, remontga falon joyda remontiga sarf. Hammasi o'lchangan pul. Undan olib qo'ymaydi. Keyin bir tashkilotga telefon qiladi. Faloncha shu uyiga bir bozorlik qilib tashlab kel deydi. Keyin borib tashlab kelinadi. So'kinib, keyin u joyiga qo'yish kerak-ku. Ozgina o'g'illik bo'ladi. Buxgalteriyada ana qo'shuv bor edi. Nima deydi? Hammaga dard bo'lgan odamlar. Shuning uchun mana bu Sovet davrida mana bu ideyani amalga oshmay qolishiga odamlarning o'zi ham juda katta. Yo'q, o'zi shunaqamiz. Biz bilan kommunizm qurib bo'lmaydi hamma. Islomda ham kechirasiz, o'sha tenglik bor-ku. O'sha tenglik haqida podsho bilan gado teng degan gap ketadi, ha? Butun xalq og'zaki ijodimizdan tortib islomda nimasida ham podsho bilan nima tenglik. Endi qanday teng bo'ladi, uni bilmayman men. Lekin chiroyli deya biz komil insonlar haqida gapiramiz-ku. Hammamiz komil insonga aylansak, hammamiz avliyoga aylansak, bir kun bo'lar. Hammamiz, ha? Birdan komil inson bo'lib qolsak, keldida hamma narsa. Beqara deymiz, komil insonman-da. Meni oshiqcha pulim bor. Sen sarflab tur. Va keladi. Hozir o'zlarini falon deb avliyo deb e'lon qilganlarda ham qanday yashashini bilamiz. Bilamiz. Nima men Usmon Azim ko'rman, hammasini ko'radi. Shuning uchun u amalga oshmaydi. Sizni his qilmagan tuyg'ular degan nimani o'zgartiradi. Chalg'itadigan, chalg'itadigan nima? His qilmagan tuyg'uni shoir qanday qilib yozadi? Shuning uchun terminingizni o'zgartiring. Termin deb bo'ladigan bo'lsa. Boshqa savollar bormi? Qizim sizdan Salomlar savol. Marhamat. Masalan, sevgi haqida 80 yoshda yozyapman deyapsiz-ku, shu paytda Beqarab kelib ayting. Meni borgan sari qulog'im kar bo'lib boryapti. tushunmagan tuyg'ular deganda, masalan, menimcha hozir 80 yoshga kirib sevgi haqida yozyapman deyapsiz-ku. Deyapman. Demak, hali boshida aytdingiz, sevgi haqida ham so'rashingiz mumkin. Savolim shuki, yoshroqligingizda masalan sevgi haqida yozganingizda ayolingizni rashk qilmaganlarmi? Shoirga nega ekanini bilib tekkan bo'ldim. Juda ko'p shoirlarni men o'ylayman, keyinchalik she'r yozish she'rlari, o'sib keyin she'rlari qiziq bo'lmay qolgani shu xotinlar sabab bo'lgan. Aniq kimni sevdingiz deb qolishi mumkin. Men tushuntirib o'tdim. Kimdir aytgan o'sha shoirlar buyuk aktyorlar bo'ladi. Bu hech nimasi yo'q. Tushuntirib bo'lib, u tushunadigan. Agar qarshilik qilsa she'r yozaman. Meni xotinim ta'qib qildi degan she'r. Bitta savol bor edi. Bormi? Mana savol bering. Domladayman. Kim? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli shoir. Navbatda yigit. Usmon aka, biz Sohir aka bilan doim siz she'rlarni har doim muhokama qilamiz kafedrada. Shu universitet o'qituvchisi bizdan. Oxirgi she'rlaringizni ham doim muhokama qilamiz talabalar kirishlar davomida, bahs qilamizda. Shuni bir savol tug'di, savol berishim kerak. O'zim uchun ham. Siz eng qaysi asaringizni yozganda eng qiynalib yozgan asaringiz qaysi? Va eng yaxshi asarimni yozdim deb o'ylaysizmi yo'q?
Rahmat. Endi yozadi adabiyotda aytadiki, baland narsasi yo'q endi ayda pushkun deb boribdi. Balandchani nima deganda, Navoiy ham yozayotganda o'zini men endi bu yog'im zo'r bo'ldi deb qilganlari bor. O'zini e'tirof qilganlari juda chiroyli hammasi. Nimada nazarda harakatdagi deylik shoir hali ijodi davom etayotgan, yozayotgan shoir, yozuvchi bu falon asarim zo'r chiqdi deb aytolmaydi. Keyin eski bir narsasini men shaxsan bilaman. Yozib bo'lib aytib 3-4 yil o'tib ketgan, undan daryoda maqtasa ham g'ashib, o'zini g'ashib, shunday deb ketadi, g'ashiga qo'yadi. Uni eng so'nggi yozgan narsalari, shuning uchun bu eng so'nggi narsalarni o'qishga harakat qildim. Buni ba'zi kitobga kiradi, ba'zi kirmaydi. Lekin shuning uchun sizlarga eng so'nggi yozganlarimni o'qib berdim. Keyin boshqasidan avval faloncha she'rni o'qib ber demanglar degan gapni ham tashladim. Ular o'tilgan, bosib o'tilgan yo'l qizig'i yo'q. Ko'rganmiz, bilganmiz hammasini. Endi bugun yozgan narsasi shu, keyingi she'r yozilguncha yoki hikoya deymizmi yozuvchiga? Keyingi hikoya yozilguncha yaxshi bo'lib turishi mumkin. Men o'zini ijodi bilan biladi, albatta, o'zini qiziqligini bilmagan odam bormi? Biladi, lekin baribir ham o'tmishdagi asarlarni maqtab, o'shani bunday deb qolsa, ko'p xursand bo'ladi deb o'ylamayman. Ha deydi, hammani ko'ngliga joyligi bo'lmasin deb. Hamma biladi yozilgan. Marhamat yigit, savol bering. Avvalambor, assalomu alaykum. Ko'ngil shoiri deb aytagim keladi men sizni. O'zim ham sizning she'rlaringizdan doimiy ravishda ilhomlarni ijod qilib turaman. Mendagi savol shundan iboratki, biz mana ko'p kitoblarda o'qiganman, qalbni asrab qolish juda muhim shoir uchun. Siz saksonga kiryapsiz, o'zingiz aytganda umringiz bo'lsin. Siz qalbingizni asrab qoldingizmi? O'zi qalb qanday asrab qolinadi? Odamlarga ishonish orqali yoki hech kimga ishonmaslik orqali? Asrab qolish uchun men asrab qolaman deb harakat qilmaydi, odamning tabiati. Xudo shunday yaratgan bo'lsa kerak. Olmaydi yomon narsa, yuqmaydi. O'z-o'zidan yomon ko'rasan. Olibda chilik qilganda ham, yolg'on gapirganda ham, xullas kalam otigina samimiyat bilan yashashni o'zini hayotini ham samimiy yashash. O'zini hayotini samimiy yashagan bu ham bir yaxshi gapda. Ko'ngil saqlanadi. Ko'ngil o'sha ko'ngilda hali Xudo bergan. Endi bu gapni men yaqinda maqola qilib yozdim, adabiyot. Yo'q. Ma'naviyat. Ma'naviy hayotga. Ma'naviy hayot. Ma'naviy hayot. O'shanda maqola qilib yozdim. Qur'onda ham bor ekan, domlalarda gapirgan. Shoir yaralishdan avval onasini qornida bo'lishda Xudo solar ekan o'sha nimani. Qanday qilib u keyin buni tashlab ketsa, Xudosiz bir odam bo'ladi. Ko'r bo'ladigan odam bo'ladi. Biz kim o'zidagi iste'dodni xarob qilgan bo'lsa, har xil sabablarga ko'ra erinib, boshqa bir ish qilib, mukammallashtirish degani o'qib o'rganish, hayotga qarash va hokazo juda ko'p shaxs sifatida rivojlanmay qolib ketgan. Hammasi bebaxt bo'lgan. Hammasi bebaxt bo'lgan. Men shu adabiyotda men o'zim ko'rib yurgan davrda hammasini bilamanki, kimnidir bir iste'dodi bo'lib, bunga qaragisi kelmasdan deymizmi, qaray olmay, jiddiy qaray olmay, o'ziga jiddiy qaray olmay. Shukur akani misol keltirdim, Rauf Fahriyni misol keltirdim. Jiddiy qaray olmagan
jiddiy qarashdan voz kechib qaysidir bir yo'llarga kirgan bo'lsa, bular bebaxt odamlar. Bebaxt odamlar. Hech qachon baxtli bo'la olmaydigan odamlar. Endi buni ham bu islohotni ham Xudo birovga mana bunday qilib beradi deyman endi Navoiyda. Eslang Navoiyni esa. Birovga bir mana buncha. Lekin shu munchani ham yoriq qilib qoldirish mumkin-da. Men ba'zi bir shoirlarimizni hammasini bo'lmasa ham she'rlarini yoddan o'qib yuraman. Hozirgilar bilmaydi. Bilishmaydi ham. Ancha-muncha kitoblari chiqqan, lekin kitoblarning ichida bir yaxshi she'rlar paydo bo'lib qoladigan Aziz aka Abdurazzoq bo'ladi. Aziz aka shu bitta to'plamingizni men qilishim kerak deb yig'ishtirib deb ko'p gapirganman shu odamga. Bu dunyoda doim bedor o'tar shoir, qani sog' dili bemor o'tar shoir. Uxlasa ham uyqusi qush uyqusidir. Har sharpadan ham xabardor o'tar shoir. Nihoyatda yaxshi she'rlar yozardi. Yaxshi she'rlari bor edi. Cho'lpon Ergashev birinchi chiqishi bilan keyingi she'rlarning o'rtasida shunaqa bir jar borki, men hayron qolaman. Bu jar nazarimda siqilib qolganlikdan paydo bo'lgan. Ana ochilib she'r yozolmagan. Bu kishi sal nimaroq odam ekanda, o'rtada ranimi degan so'z bor. Ruh tez tushib ketadigan odam bo'lgan ekan. Bu kishini bir she'rlarini nimada o'qib qolishgan. Men hali armiyada bo'lgan paytimda she'rlarni ozodlikdan o'qib qoldim. Bu radio yozuvchilarning uyushmasiga e'tibor muhokama qilishgan, SMB nima qilgan, hokazo qo'rqib qo'ygan. Mana shunday o'tiradi, Abdulakamda ham bor edi. O'tiradi keyin bir kimdir kelib qo'shilsa, nima jim bo'lib qolardi. Kulibgina turardi-da. Bu kim derdi, sekingina. Bu yoqda odam emasmi degan gap bo'lardi. Doim yangi kelgan odam. Abdulakamda ham shunday o'qitishgan. Abdulakamda ham paydo bo'ldi. Hozir Siberdan o'tib kelyapmiz, Abdulakam bilan orqadan bir odam kelyapti. Yana biz odamlar keladi, ozod ichib yurish qilyapmiz endi. O'rtada bir odam orqadan kelyapti, 5 metr orqada. Abdulaka dedi, qara, o'sha odam shu odam. Ya Abdulaka qanaqa odam emasmi degan. Xullas kalom, bunday vahimalarni ko'p solishgan va natijada mana bu she'rlar toza tuyg'ular o'rniga bilmayman bir boshqa bir narsalar paydo bo'lgan. Iste'dodni zo'rlabroq yozilgan narsalar. Tushunyapsizmi? Yo'q, mavzu shu aytgandek haligi partiya, yarbar bo'lmagan, albatta bo'lmagan. Masalan, Cho'lponlarga shunaqa Azzakada jiddiylik yetishmagan. Men hozir esimda shunday dedik, 3-kurs edikmi? Guliston jurnalga amaliyot o'tkazgani kelganmiz. Qarang, amaliyot so'zlari bizda praktika deydi. Amaliyot o'tkazgani kelganmiz, shunda Azzaka ham ishlatgan, Shukur Xonasi. She'rda planlar haqida gapirgan. Shukurjon, men shu 5 ta roman o'ylaganman. Shuni yozsam degan. Keyin biz albatta, men albatta hayratga tushganman. U kishi qayergadir ketgan, keyin Shukur akadan so'raganman. Voy zo'rdir, 5 ta roman yozibsan. Nima degan? 5 yozmaydi. Chunki bu odamni mendan yaxshi bilgan. Hayol boshqa, nima boshqa, mana bu yerda o'tiribni azobini tortish, yozishda azobini tortish juda boshqa. Nihoyatda boshqa. Men doim o'ylayman, men she'r yozish bekor bo'lganmi? Men yaxshi prozaik bo'lardim deb o'ylayman. Yaxshi dramaturg bo'lardim. Hozir ham yozaveraman. Hech orasida farq yo'q men uchun. Mana bu she'rmi, mana bumi jar yo'q. Men birinchi kinoga ssenariy yozganimda buni bir-ikki gapirganman. Bitta ham ssenariy o'qimadim. Shunday o'tirganman, kinoni tasavvur qilganman. Qanday bo'ladi? Yozib ketganman. Bitta ham yozadigan odamni, xohlagan odamni bemalol hamma ishni qiladi.
she'r qanday yoziladi deb savol beradigan odam she'rda hamma boshdan boshlaydi. Tugatadi shu. Yakunlaydi. Mana bu kechasi ekan. Assalomu alaykum. Ismim Ro'za. Hozir hayajon bor, savolimni o'qib bermoqchiman. O'sha bir ustozim nasrda yozadiganlar she'r ko'p yod olish kerak. Lirikada yozadiganlar esa romanlarni ko'p o'qish kerak degan edi. Savolim shundan iboratki, Ustoz. Savolim shundan iboratki, siz kimlarni romanlarini ko'p o'qigansiz va ularning she'rlaringizga ta'siri qay darajada? Men shu gap meniki o'zi bo'lsa kerak. Sizni yozgan. Ha, shoir prozani emas, umuman adabiyotni zo'r bilish kerak. Mana bu adabiyotni emas, mana bu o'zbek. O'ris deymizmi ilgari, uni alohida ajratib aytadik, o'ris jahon adabiyotini ishqilib Sovetda juda yaxshi edi. Nimalar bo'lardi, jurnallar bo'lardi, qayerda qanday adabiyot paydo bo'lyapti darrov biladi. Hozir internetga sochilib ketgan kameralar yaxshi biladi. Prozani bilmagan odam shoir bo'lmaydi. Umuman ko'p mutolaasi yo'q odam shoir bo'lmaydi. Nihoyatda bu gap to'ppa-to'g'ri gap. Keyin she'rni mayli, she'rni o'qiydi, albatta o'qiydi endi. She'rni his qilmagan yozuvchi ham hech qachon yaxshi yozuvchi bo'lmaydi. Romanlar emas, bu proza degan gapimiz bor. Endi nasr deymiz-ku, unga hikoya ham kiradi, bilasiz. Faqat romanlar emas, hikoya ham kiradi, qissalar ham kiradi, hokazo. Chingiz akam tutay, yaqinga biz uchun yaqin deymiz. 35 yoshim Lenin mukofotini olgan. Men maktabda o'qiyotganda 66-yil maktabda o'qiyotgan, shu darsga bor edi-da. Lenin mukofotini olgan kishida aytadi, 35 yosh, 36 yosh bo'lsa kerak. O'sha odam roman yozmagan-ku. Unda yo'q edi roman. Unda yo'q, unda roman yo'q edi. Qissalar yozgan, tog' va endi rus tilida bir kitobi chiqqan bo'lsa kerak, tog' va dasht qissalari. O'sha qissalar uchun mukofot olgan u kishi. Endi tasavvur qiling-da. Bu kishi katta odamni o'g'li Moskvaga borib o'qigan, o'rischa nimada maktabda. Keyin qamalishdan oldin otasi qamalishini bilib, ularni jo'natib yuborgan. O'sha yerda ruchani o'rgangan, o'sha kitoblar qayerdan chiqdi bu odam? Qayerdan chiqdi? O'qish. O'zi texnikka o'qigan. Raisi, qishloqning raisi Shakar. Sovetning raisi, kolxoz raisi o'tirib, sen bergan chizishni bilib ketishing kerak. Texnik bo'lib bizga mollarimizga qarashing kerak deb. Kolxozni nima deydi? Yo'llanmasi bilan Moskvaga o'qishga borib, o'rganishni bilasan, Moskvaga borib o'sha odam keyin adabiyot dersini ham bitirgan. Lekin istidob bo'lsa ham o'qigandan keyin nima bu? Qayta yaxshi. Eng sara asarlarni o'qiysan, eng sara asarlarni bilasan, o'zingni Gorkiy. Eng ko'p o'qigan odamlardan bittasi. O'qish uchun sharoiti bo'lgan bu. Piyodalar o'qib yoqdan bu yoqqa kezib o'tgan, yurgan bir odam oyni o'qigan. Yozib. Men Gorkiyga ham endi har xil hali qildi u. Mana Ruska, Yevreyskiy, Yahudiylar nimasi? Rus adabiyotini o'qisalar, domlalarga aytyapman, o'qisalar shahar prozasi, qishloq prozasi. Bu qishloq prozasi degani o'rislar degan. Shahar prozasi degani yurishlar. O'zi asli bunday qilsak bular qishloq nimasi bilan shug'ullanmagan, shu shaharda yashagan-ku. Qayerda birontasi bo'lsa, tebrik bo'latibdi. Borib nimaga chiqaraveradi.
Yana bitta pischamiz qo'l ko'taryapti. Qani. Yakunlaymiz. Oxirgi savollar bo'lsa. Birinchi kurs talabasiman. Sizning mayda tashvishlarda maydalandim men degan bir she'ringizning so'nggi misralarida yolg'izlik bu tilsiz kapalak. Nima? Yolg'izlik bu tilsiz kapalak deb bergansiz. Yolg'izlikni tilsiz kapalakka qanday talqin qilish mumkin? Tushunishimiz mumkin. Ozgina tushuncha bera olasizmi? Yo'q, men misollar beraman. Ko'z oldimga shunday bo'lgan, balki noto'g'ri. Assalomu alaykum. Mening ismim Mohina. Bugun sizni she'ringizga parcha qo'shiq bo'yicha savol bermoqchiman. Mendan kulma bola, hey mendan kulma. Sezyapman kurashli taqdirlaringni, buzmoq endi sendan. Buzmoq endi sendan mening bo'lmagan zanjirlarni. Haqiqat qo'yishoy Usmon Azim uzolmagan zanjirlarimiz qanday ko'ramiz va qanday buzishimiz mumkin? Va qanday zanjirlarni nazarda tutgansiz bu yerda? Yaxshi eshitmadim. Uzilmagan zanjirlar haqida so'rayapti. Qaysi zanjirlar, uzilmagan zanjirlar, qaysi birlari armon bo'lgansiz deyapti. Gapirmayman, maylimi? Yashayman bir. Usmon aka, hurmatli talabalar, ustozlar, mana 2 soatga yaqin Usmon Azim bilan savol-javoblar, suhbatlar bo'ldi. Usmon aka so'nggi oylarda, so'nggi kunlarda, hattoki kecha yozgan she'rlarni ham o'qib berdilar. Bu she'rlar ham juda bir ajoyib, bir og'iz so'z bilan agar shu she'rlarning bunday mundarijasini belgilaydigan bo'lsak, bemalol haligi Favoidul kibar degan nom qo'ysa bo'lar ekan, shu keksalik foydalari degan ma'noga ega bo'ladi. Usmon akani hali ham o'sha yoshlikdagi jangovarlik, his-tuyg'ular, kechirmalarning ko'rtanalari va shu bilan birgalikda umr saboqlari anglatadigan hayotni falsafasini qaymog'i, xulosalari, hikmatlari tark etmagan juda ajoyib falsafiy she'rlar ham bor, ishqiy she'rlar ham bor, juda go'zal she'rlar. She'rlardan juda bahramand bo'ldik. Endi albatta vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun ruxsatlaringiz bilan bugungi shu uchrashuvni yakunlaymiz. Bizning fakultetimizda Usmon akaga atalgan bir o'ziga xos ramziy sovg'alar bor. Hech qachon menga do'ppi hech qachon to'g'ri kelmagan. Mana do'ppi xayr masmanmi deb o'yladim. Men do'ppi to'g'ri. Usmon aka yana bitta nozik sovg'amiz bor. Siz umrbod qalbga sanchib she'riyatning pichog'ini yashayapsiz. Sizga shu ramziy ma'noda chusti pichog'idan olib, mana bu ustozlarimiz sovg'a qilishyapti. Yaxshi kunlarda ishlaring, umringiz uzoq bo'lsin. Yana uchrashuvlardan umidvormiz hali kelajakda. Bunday savollar bo'lsa kelaveraman. Endi oxirgi so'zni bizda universitetimizda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Gulnozaxon Jo'rayevaga beramiz. Marhamat. Sizga rahmat, yana aytib o'tamizki, bizning o'zi darslarimizda ham mutolaa fani darsimiz bor, foydali o'qish mana talabalarimiz o'qiydi. Siz she'rlaringizni o'qir, bundan tashqari o'zingizdan eshitganlar yana boshqacha bo'ldi. Mutolaa deganda bu o'zi bilib turgan she'rlarni ichidan siqilgani shu boshqa odamga yetkiza olish va bundan tashqari hozir she'rlar haqida ko'p gapirildi. Dramalar haqida alohida aytib o'tmoqchiman. Mana siz shunday drama teatrida juda ko'p pyesalar, dramalarni bergansiz. Mana kunduzsiz kechalarimiz har oyda beriladigan har soniga talabalarimiz bilan borib, har safar borganda yana yangi qirg'oq qilib o'zi yodlab olishgan va bu sahna asaringiz orqali biz mana respublika bosqichida Ma'rifat maydonida Cho'lponni hayot ijodini olib chiqib talabalarni birinchi o'ringa olishni ham aytib qo'yay. Siz asaringizni o'ylab shu o'tgan yil ham
30 million pul mukofot yutib oldik, mana hali sizga bayon qila olmadik taqdim. Bu bilan aytmoqchimanki, dramatik asarlaringiz orqali o'sha sahnadagi rollarda o'ynayotgan o'sha har bitta ijodkorlarni bular o'zi tasavvur qilib, yana kelib qayta shu asarlaringizni o'qishi. Mana undan keyin Alpomishni qaytishi, Alpomish, Bozor, Jazava har bitta o'sha asarlaringiz biz borib maroq bilan mana eshitib, ko'rib, ko'z oldimizda tasavvur qilamiz va siz bilan bu uchrashganimiz juda ham bizni butun umrga mana tatbiqlik bo'ldi. Bundan tashqari ham hech qachon mana siz yana aytish mumkin, xasos shoir sifatida manaman degan qancha o'sha o'zbek xalqi Allohning tarafidan berilgan bu katta inom hammaga ham nasib qilavermaydi. Va mana kuni kecha ham yaqin endi qo'lingizdan so'rash orqali prezidentimiz bilan mana siz alohida e'tirof qiladilar. Daraxt ekish marosimida ham chunki yaxshi insondan yaxshilik qoladi degandek, har doim shu yaxshiliklarning tepasida siz hech qachon mana yoshlarni har doim o'ylaysiz, qo'llab-quvvatlaysiz. Bundan-da umringiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. 100 yoshlardan ham oshib, ham yili kelish nasib qilsin. Yoshga kirmoqchi edim. Hazilim bor, hazildayda ko'p qaytaraman. 100 yoshga kirmoqchi edim, lekin chekaman. Doktor aytdiki, chekmang dedi. Keyin hop nima bo'ladi? Cheksam nima bo'ladi? Umr qisqaradi dedi. Qancha qisqaradi dedim. 2 yil. Men aytdim, mayli 100 ga kirmoqchi edim, 98 ga.